Diqqat, ogoh bo'ling. Dam olish kunlari havo harorati yana ko'tariladimi? O'zbekistonda dam olish kunlari havo harorati 42 darajagacha ko'tariladi. Bu haqda O'zgidromet e'lon qilgan ob-havo prognozi ma'lumotiga keltirilgan. Unga ko'ra, dam olish kunlari O'zbekiston hududida asosan kam bulutli, yog'ingarchiliksiz ob-havo kutilmoqda. Faqat ayrim tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati asta-sekin ko'tarila boshlaydi va yakshanba kuni 36-39 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarda 40-42 darajagacha yetadi. Respublikaning shimolida va cho'l hududlarida shamol tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. 24-iyul kuni Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida tog' oldi va tog'li hududlarda sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkentda havo ham kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Bugun kunduzgi havo harorati 34-36 daraja, ertaga 25-iyul kuni kechasi 21-23 daraja, kunduzi 35-37 daraja, 26-iyul yakshanba kuni kechasi 22-24 daraja, kunduzi 36-38 daraja bo'ladi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi.